Toshkent shahardan arzon variant so'rayotgan mijozlarimizga bugun bitta zo'r variant ko'rsataman. Assalomu alaykum. Bizdan kuzatib borayotgan qadrli obunachilar, mijozlar. Kvartirani domga alishtirib olaman deb arzonroq yangi qurilgan novostroyka hovli qidirayotgan mijozlarimizga yaxshi variant. Birinchi bo'lib o'zimizni mana shu reklama ko'rsatyapmiz. Hali hech kim ko'rsatmagan. Uy egalari tarafidan o'zimizga yaqin inson bo'lgani uchun birinchi bo'lib o'zimiz ko'rsatyapmiz. Endi bitadigan bo'lsa reklamachilar ko'payib ketadi. Hozir biz reklama qilyapmiz. Birinchi bo'lib keladigan bo'lsanglar, mana shu yerdan xohlaganinglarni tanlab olishingiz mumkin. Uylarimiz 1.1 sotudan 1.4 sotugacha, hammasi 4 ta xonadan 71 mingdan 83 ming dollargacha 10 ta uyimiz qurib bitkazilyapti. Ko'ringlar, mana hozir taxminan bir 70% bitish jarayoniga kelgan. Ba'zilari, hammasi emas. Bu tarafda mana ko'ryapsizlar, hali so'g' ham qilinmagan. Mana mashinasi 70% bitkazib qo'yilgan. Ko'chasini kengligini ko'rsanglar bo'ladi. Tupik ko'cha, yonma-yon bemalol ikkita mashina kiradi. Uylarimiz hammasi topli bo'ldi ham, radiatordan isiydigan qilib, chiroyli sharoitda qilishgan. Hozir bittasini mana shu 70% bitganini ko'rsatib beraman. Xudo xolisa, mana shu kvartirani o'rniga uchastka olishim kerak deb harakat qilayotgan mijozlarimizga xudo xolisa yaxshi imkoniyat. Kelishadigan bolalar kelishtirib arzon qilib berib yuborishadi. Mana shu Uglovoyda joylashgan ko'rib chiqamiz. Hovlisiga bitta mashina bemalol kiradi. Adashmasam bunisi 1.5 shunaqa sotiga. Bitta xonani tegi podvol, kattagina podvoli ham. Podvolni mana bitta tushib ko'ramiz. Kvartiradan yaxshi lekin mana. Podvoli ham kattagina. Bu yerda hozir birinchi bo'lib mashinasi bitib o'tgan ekan. Pasti bu taraf pasti bitib o'tdi. 70% bitib o'tdi mana shu taraf. Bismillah. Shpakilovkadan chiqarib qo'yishgan, patalolar bitgan, ko'ryapsizlar. Koridorlarni ko'rsanglar bo'ladi. Kirishimizga oshxona o'ng qo'limizda. Yonidan bitta yotoqxonani ko'ramiz. Juda ham chiroyli, mana pardalarga bunaqalar tashib ketishgan, joylar qoldirib ketishgan. Pardalashga ko'ryapsizlar, to'pli pol uchun sharoitli pol, to'pli pol qilingan. Radiatorda ham siydi. Keyin yaxshi tarafi har bitta xonaga demoxod tashib ketganmiz shu havo aylanib turishiga. O'zingizlar xohlagan paytingizda havoni bemalol aylantirib olsangiz bo'ladi. Birinchi spalnini ko'rgan bo'ldik, bu yerda ikkinchi spalni. Yonida 3-chi yotoqxonani ko'ramiz. Ichida sanuzel xonasi ham bor. Remontlarni lekin zo'r qilishyapti, yaxshi ustolar ishlatishyapti, sifatli qilib, zo'r qilib ko'ryapsizlar. Kafellarni ham ko'rsanglar bo'ladi, cho'tki qilib ishlangan. Umumiy sanuzel xonasi ham bitta mehmonxonasini ko'rsak bo'ladi. Xo'p, ko'rdinglar, mana hozir 70% bitkazib qo'yilgan. Patkulush qilib topshiriladi. Bu yerda hammasining narxi har xil. Eng kichkinasi 1.1 sotuv. Eng kattasi 1.4 sotuv bo'ladi. Asosan 1.4 sotuvli uylarimiz mana past tarafda tushgan bo'ladi. Endi mana glavniy kirish yo'lini ko'ringlar. Agar bu yerga mashina kiradigan bo'lsa, ikkita mashina yonma-yon kirgandan tashqari yonida yana bemalol ancha-muncha joy ham qolyapti. Qurilish ostonasini ko'rsak bo'ladimi? Pishgan g'isht. Stollar ham juda ham qalin qo'yilgan. Bu narsaga 100% kafolat beriladi. Bu tarafda 1.4 sotuvli uylarimiz, xona razmerlari katta. Nisbatan nari tarafda uylarga nisbatan kattaroq. Mana bunisi ham podvolli. Podvol razmeri ham katta. Mana shu xonadan katta ekan podvoli. Bu tarafda bitta xona. Qora sovuq holatiga kelgan. Birinchi xonamiz. Bu tarafda ota-onalar uchun spalni, ichida sanuzel xonasi bilan birga. Bu tarafda mana xona uchun mana joy tashalgan, orqa tarafda ozgina joy ham qoldirilgan. Umumiy sanuzel xona. Keyin bu tarafda bo'lsa zal ekan, katta zal, mehmonxona. Bu tarafda oxirgi yotoqxonani ko'ramiz. Kvartirani masalan uchastkaga almashtirmoqchi bo'lganlar, sro'shi mana sotib joylarni, mana shu joyi xarid qilsanglar bo'ladi. Kakras mana uyingizni sotgunishi betlar ham ancha bitib qoladi. Kelib savdolashib egasi bilan barakasini qilib qo'yadigan bo'lsanglar, xudo xolisa, inshaalloh kvartirani uchastga qilib olsanglar bo'ladi. Sergeli Xonobod, Eshonbuloq mahallasida joylashgan. Qiziq bo'lsa, videoni tagidagi raqamli aloqaga chiqinglar.
kelib egasi bilan ustida savdolashib baraka qilsanglar bo'ladi. Arzon mana shunaqa Novostroyka uyqudirgan tanish bilishinglar bo'lsa, tarqatib qo'yinglar, videoga like bosishingizdan chiqmasin.